Amerikada mushoravozda ishlash sharmandalik emas, balki haqiqiy jackpot. Ko'pchilik o'ylaydi, bu past, iflos ish. Boshqa yo'li yo'qlar musorchi bo'lib ishlaydi. Lekin AQShda mushoravоз haydovchisi yoki yordamchisi barqaror yuqori maosh kasblari hisoblanadi. Maoshlari soatiga 20 dan 40 dollargacha. Nyu-York yoki San-Fransiskoda oylik 6,000-8,000 dollar. Tajriba va qo'shimcha ish bilan yiliga 100,000 dollargacha chiqishi mumkin. Ajablanarlisi, ularning ko'pchiligi uyli, oilali, ikkitadan mashinalari ham bor. Daromadlari bankda o'tirgan kreditchidan ham, ko'pgina shtatlardagi maktab o'qituvchilaridan ham yuqori. E'tibor bering, bu yerda siz oddiy musor terish emas, balki maxsus texnika haydash huquqiga ega bo'lasiz. Grafik asosida ishlaysiz. Sug'urta, pensiya, hatto profsoyuzga ega bo'lasiz. Hech qanday to'g'ridan-to'g'ri musor bilan aloqa yo'q. Perchatka, gidravlika, avtomatlashtirilgan tizim. Endi savol, siz oyiga 7,000 dollar uchun mushoravozda ishlarmidingiz yoki obro' puldan muhimroqmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.